Boy bastı aka bo'ladi. 85 chiqyapti. 85 80 ga olish olsun. Assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, opa-singillar, kanalimiz mehmonlari. Biz bugun 2026-yilning 22-yanvar haftaning payshanba kunida Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur qishloq, arzonchilar, optimistlar yig'ilgan qishloq. Saroy qishlog'i Toshloq mahallasida mana bunday arashan qo'ydi ishqibozlar uchun arashan qo'yib kelgan Jumanazar akamizning xonadoniga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum abunachilar. Sizimsiz yaxshimisiz becha. Rahmat aka. Sizdan like bosinlar. Ha. Xudo xolasa qo'ydi arzon bo'ladi. Qo'ydi arzonlarda eng muhimi sifati zo'r arashanlarda inshaalloh aka, xudo xolasa. Arashan. Aka bu qo'ylar qayerdiki? Olaman desa ham bo'laveradi. Albatta tashqi qo'ylar misol zot yo'nalishida olinsa ham bo'laveradigan variantlarda bor ekan. Ichidan endi bitta ikkita chiqib qoladi. Yaxshi variantlari ham bor. Oq tumshuq, oq quloq deganlardan ham bor ekan, xudo xolasa zot yo'nalishiga ham. Aka qo'ylar qayerdiki? Qirg'iziston, Bishkek qo'ylari, arashan qo'ylari. Endi to'g'ri obunachilar, toza 100 talik arashan emas, lekin o'zimizni qo'shqirlarga qaraganda oyoq qo'li uzun, baquvvat, dumbarazres, kastan, garbonoslari bor. Bitta, ikkita, 5 ta, 10 ta, 20 ta sog'lig'i bor hoji ota, hojijonlarimizga tavsiya qilaveradigan variantdagi yaxshi qo'shqirlar ekan. Ichida hammasi emas, bitta, ikkita chiqib qoladi, urug'boblar ham inshaalloh. Aka yosh oyligi qanaqa qo'ziladi? 10 oylikka shu. 10 oylik hali tish buzishga ancha bor qo'zilar. Gavda vashi yaxshi ekan. Bo'y bastisi aka bo'ladi. 85 chiqyapti. 85 80 ga olish olsun. 85 chiqyapti, 80 ga ochildi. 5 sant sizdan bonus. Bonus. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar mana 1 sant, 2 sant emas, 5 santda bonus. 85 ta xotirjam urib beradi. Endi telefonda ba'zi bir katta qo'ylar, kichkina qo'ylar katta ko'rinyapti. Sizlar ko'zlaringizga qanaqa ko'rinyapti? U bizga qorong'i, lekin qo'yni tepasiga kelib agar ko'rib olamiz desangiz, video davomidagi xato kamchiliklarni biz ham to'ldirgan holda alohida video ham qilib beriladi, lokatsiya tashab beriladi. Muhimi kelib tepasida olib ketishingiz ham o'zingizga qulay bo'ladi inshaalloh. Tavsiya qilib qolamiz kelishlaringni. Bo'lmasa alohida video qilishlaringni so'rab qolamiz. Xo'p, aka bo'ladi yemoq ichmog'iga, xudo xolasa sog'lik salomatligiga. Bu qo'y ancha oldin kelgan, boqib turgan qo'ylar. Aha, boqib turgan qo'ylar. Sinovdan o'tgan, dori ko'rib, emlash hamma yo'g'i bo'lgan bu qo'ylarda. Aha. Borgandan keyin yedirib qo'yib ichkizib bir hafta yana sinov olishaveradi. Bir hafta sinov olishaveradi. Inshaalloh. Faqat yemini berib, oz-ozdan boqib, sinov olishgandan keyin o'zlarini qanday boqishaveradigan variantda ekan. Jonivorlar, junlari ham yiltiroq jun ekan, jonivorlar. Qarang, maşalloh. Mana shu qo'yimiz ham yaxshi qo'y ekan inshaalloh. Endi bundan da yaxshilari ham bor ekan ichida, lekin buni ham holati yaxshi ekan. Xo'p, aka, muhimi narxida. Bu arashan ekan deb turib, dollar gap yo'q narsa lekin. Inshaalloh qulay bering, olgan maza qilsin, xursand bo'lsin aka. So'mga olganmiz, so'mga sotiladi. Gap yo'q. Shuna bo'lish kerak odamimiz aka. Qulay bo'lsin, ammo bob hamma bob bo'lsin inshaalloh. Aytadi, hamyonbob deyiladi. Hamyonbob narsa. Joningiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Nech pul deymiz aka buni? Bu 6 million misol uchun. Aha. 58 berilmas. 56 dan beribdim, bir joyga ketdim. 5 million 600 mingdan bir joyga. Kamichi aka, bitta kam qilib bermasangiz endi bo'lmaydi aka bu. Qo'ylar yaxshi, xudo xolasa. Hamma narsa ham o'zini holatiga yarasha narxda aka, misol uchun. Kimdirlar qimmat deyishi mumkin, lekin o'ziga yarasha narxi bor, o'ziga yarasha kelib olingan narxiga qarab sotib qo'yiladigan narsa bular. Sifatiga yarasha misol uchun. To'g'ri, sorti bor narsa. Bitta kam qilib qo'yasizmi yengil? 5,5 dan olishsa 5,5 milliondan obunachilar. Telefon qilsa, o'sha qo'yimni 5,5 dan qo'ydim. Hammasini oldim desa, chiroyli qilib yana o'tib beradi qancha bor. Demak, obunachilar, bir joyga soni nechta buni aka? 11 ta. Soni 11 dona. Bir joyga bo'lib qolgidek bo'lsa, obunachilar 5,5 million so'mdan kami bor. Bemalol telefon qilib, pul sizlarki, vaj bu kishiniki. Biz o'rtada reklamachi insonmiz. Kimgadir ma'qul kelib qolgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, ishlaring bitadi. Maqsad akamizda ham sotish. Buni olib ketib boqib yuradigan holatlari yo'q. O'zlariga yarasha. Tavsiya qilamiz, kimgadir qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Narxini xudo xolasa kamaytirib beradilar. Sababi qalovini topsang, qor ham yonadi deb ko'p aytamiz. Kami bor, hech kim aytganiga sotmagan. Aytilgan narx muhim emas. Telefon qilsangiz inshaalloh ishingiz bitadi. Sababi qo'ylik bo'lyapsiz. Qo'ylik bo'lganda ham inshaalloh arashan, zotdor qo'ylar. Nasib qilsa, hammani xonadonida bo'lsa shunday qo'ylar. Sababi bu qo'ylarimizda go'sht koeffitsiyenti o'zimiznikiga nisbatan
ma'lum bir darajada haqiqatdan uzoq boqilganligi hisobigami effekti natijasi yaxshiroq bo'lyapti. Tavsiya qilamiz. Soni 11 dona, yosh oyligi 10 oylik, 5 million 400 ming so'mdan dedingizmi? 5 million 5 million 500 ming so'mdan. Xudo xolasa obunachilar telefon qilsalaring 5 million 400 dan ham beradilar. Aka, buni bitta ikkita olganga necha puldan deymiz? Tanlab olishga. Kelishamiz. Tanlab olishga kelishiladi. Qo'shiladi. Aha. Kelishamiz. Ha, qo'shiladi, kelib plus minus inshaalloh ish bitadi. Xudo xolasa, demak, obunachilar telefon qilgani bemalol aloqaga chiqarsa, shoshilaveringlar. Ikkinchi partiyaga navbat beramiz. Akalar, obunachilarimiz inshaalloh mana ikkinchi partiya qo'ylarimiz ham keldi. Bu qo'ylarimiz ham xudo xolasa yirik, oyoq qo'li baquvvat, yirik qo'ylar ekan inshaalloh. Olgan baraka topaveradi, xudo xolasa. Olgan hamisha yutaveradi. Bilib bo'lmaydi ertangi kunda narxini. Misol uchun, bu mening o'zimning shaxsiy fikrim. Aka, buning soni nechta ikkinchi partiyamiz? 18 ta. Inshaalloh bitta yoki 2 dona obunachimizni qo'ylar ekan, nasib qilsa. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarsizlar. Aka, bo'y basti qanaqa buni? Buniki ham 80 ga olish olsin. 85 dan baland ham bor, 84 83 ham bor. To'ppa to'g'ri. Bitta ikkita 85 lari ham bor ekan, misol uchun aynan mana shu qo'y 80 pilsga olish olsin. Aha, 80 atrofida chiqadi. 80 pilsga olishlar, qo'yi suyug'i. Yosh oyligi qanaqa aka bo'ladi? Ular 11 oylik. 10-11 oylik. O'zimizning mahalliy qo'ylar, ya'ni a? Yo'q, bu ham sortovoy. Bu ham sortovoy, Hisor qo'ylar inshaalloh. Yo'q, bu O'zbekiston qo'ydi. O'zbekiston. Ay, yaxshi, joning sog' bo'lsin. Bunda ham o ana elitnoy variantlardan bor ekan, simjun yaltiroqlardan Hisor. Kallagar bonuslari ham bor variantlardan ekan inshaalloh. Xudo xolasa burdoq yo'nalishda qurbonlikka ham endi nimaga boqasiz? To'yga boqasizmi bu yildan keyinga inshaalloh yaxshi yetilaveradi, xudo xolasa. Bu o'zimizning fikrimiz. Biz bemalol fikrimizni aytib qo'yamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlarga aloqa chiqing inshaalloh. Zarildagi haqiqa marosimlaringiz bo'lsa ham bitta ehsonni xotirjam o'tkazaveradigan tosh tarozisi bor, qo'ylar ekan inshaalloh. Aka, buni dastavkasini aytmadik. Dastavkasi nima bo'ladi, dastavkasi? Dastavkasi Samarqandgacha ketaveradi. Hammasini oldim deganga Samarqandgacha ketaveradi. Yarimini oldim deb nechtagacha misol uchun Samarqandgacha ketaveradi aka? Kamida 10 ta olsin Samarqand. Kamida 10 ta olgan akalarimizga, obunachilarimizga Samarqandgacha inshaalloh besplatni aytilgan narxda yetib boradi, xudo xolasa. Akalar, tavsiya qilamiz. Hop, yosh oilaga aytildi, dastavkasi aytildi. Dastavkadan xudo xolasa muammo yo'q. Vodiy bo'ylab bitta olsa ham yetib boradi aka. Narxi aka buni. Narximi? Bo'ladi qanday aytib qo'yag'ilay. Bo'larini ayting aka. Bo'larini ayting. Dangal, tars. Hammasini bir joyga olsa, hop. 4 million 800 dan ketdi mana. 4 million 800 ming so'mdan. Hammasi bir joyga bo'lsa, tanlab olsa kelishadi. Tanlab olsa kelishamiz. Hop, qancha kelishiladi? Plus minusni aytib qo'ying shuni ham. Bular ichida minus yo'q, plusi bor. Aha. Endi 5 qo'l baravar emas-da. To'ppa to'g'ri. Hop, 5 milliondan tanlab olish olsa mana. 5 milliondan tanlab olish. Ichidan tanlab olish uradi 5 million. Aka, shuni 4 million 900 mingdan tanlab olsa, agar iloji bo'lsa, Chorvodar Oybek YouTube kanalidan telefon qilyapmiz deysiz, agar sizga ma'qul kelgidek bo'lsa, telefon qilsa, inshaalloh ishlari bitadi. Akalar, bemalol aloqaga chiqarsa ekrandagi nomerlarga kimgadir qiziq bo'lsa, qo'ydi holati yoqqan bo'lsa, sifat yoqadimi, qaysidir holatdan yurakka jiz deb qolsa, telefon qilgani shoshilaring. Inshaalloh ishlaring bitadi. Inshaalloh 24 oy, 12 oy, 24 ga yetdi xizmatdalar. Yil 12 oy qo'y bo'ladi akamizda, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqarsizlar. Qo'chqor qo'ylarni, zorlardan, legendalarni olib kelishda davom etaverlar inshaalloh. Aka, bo'ldimi? Yana biror partiya bormi? Bo'ldi. Hop, obunachilar bo'lsa, videolarimizni ko'rganlaringiz uchun, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib, kanalda mehmon bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Biz chiqargan videolar birinchilardan boradi, xudo xolasa sizlarga inshaalloh. Demak, obunachilar, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Kanalda mehmon bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar.